qadim-qadimdan ulug'lanib, insonning kundalik iste'molida muqaddas, aziz hisoblangan ne'mat. Turli taomlarga qo'shib yoki o'zi yeyiladi. Arxeologik ma'lumotlarga ko'ra, boshoqli o'simliklar donlarini pishirib iste'mol qilish miloddan 10-15 ming yil muqaddam boshlangan deb taxmin qilinadi. Bu davrlarda olov kashf qilingan bo'lib, donni pishirib yeyishga imkoniyat tug'ilgan. Dastlab boshoq cho'g'da dumbul qilinib, so'ng boshoq ichida qovurilib, pishgan don uqalanib iste'mol qilingan. Yorg'uchoq paydo bo'lishi bilan donni tosh orasida maydalab, yorma holatida iste'mol qilish o'rniga g'alladan un tayyorlash va xamir qorib qizitilgan tosh ustida yoki